Chunki xalqda pul uzilish bo'ldi. Keyin kunjaramiz 1200 so'mga ko'tarilgan hisobiga mollar endi sekin ko'payishni boshladi. To'g'ri. Akalar buni borib telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmadim-ku, lekin ustida jivoy ko'rsangiz bor-ku. Aka, to'g'rimi? Nima deysiz? Telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmadim-ku, ustida jivoy ko'rsangiz bor-ku, ha, qanaqa? Zavq buni. Qo'yga o'xshaydi, dumba. Mana deyman. Akalar nima deyapti mana joy? Nima deyapti? Bo'y bermas ekan, tanguslar. Voy. Onasi shvet ekan, hurmatli obunachilar, otasi gibrid ekan. O'zlarining sigiri, bolasi ekan, o'zlari mana shu 3 yil bo'pti, mana 3 yosh bo'lgan, 3 yil mehr bilan boqishgan mana. 700 kilo keldi, hurmatli obunachilar. Ro'porosa 700 kilo. Taroziga 65 mingdan ketdi, hurmatli obunachilar. Semizligini qaranglar mana. Assalomu alaykum. Otabek Uz kanalining hurmatli obunachilari va YouTube chorva buqa ishqibozlari. Xudo xolasa bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidamiz. Hurmatli obunachilar, Oltiariq chorva bozoridan videolarimizning ikkinchi qismini buqalardan chiroyli qilib videolik berishga harakat qilamiz. Videomizni yoqsa like bosib, kanallarga mola obuna bo'lib qo'yinglar. Bugun 4-aprel haftaning juma kuni 2025-yil. Hurmatli obunachilar, videomizning birinchi qismida sizlarga olganmiz. Qiziqqan videolarimiz bo'lsa, bemalol o'tib ko'rishlaring mumkin. Endi navbat buqalarga. Bugun bozorga juda ham buqalar ko'p kirgan va zo'rlari kirgan bor-ku. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Katta buqalar qatoriga ham o'taman, tarozlardan ham ko'rsataman. Qo'limizdan kelganicha, hurmatli obunachilar, tarozidan ko'proq chiqaring degan akalarimiz bor. Nasib qilsa ko'rsataman, hurmatli obunachilar. Videomizni yoqsa, tizlatib like bosib, obuna bo'lmasdan ko'rishganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlardan nima ketdi? Xo'p, kutilmagan holatda videomizni boshladik. Novosti chiroylilar. Chukuni 31 million so'm, hurmatli obunachilar, savdosi bo'layotgan, berilgani yo'q. 31 million. Ikkovi ham lekin bir-biriga juda ham par ekan mana. Bo'yi biri 10 dan baland, biri 12 sm, biri 15 sm shunaqa. Sifatli, ko'chati zo'r. Ko'chat novvoslar. Necha pul sovg'a aytasiz? Necha pul qaytyapsiz? 17dan. 17dan kami bor, 15 million 500 dan ikkovini bitta joyga berishmayapti. Hurmatli obunachilar. Ey jonivor. Mana orqalar. Xo'p. Davom etamiz. Shu yerda savdo bo'lyapti akalar. Aylanib o'taylikchi. Necha bo'ldi shu dog'omini? 16 million. Necha oylik bu? 9 oylik. Gibridmi? Gibrid. Xo'p. Bor baraka bo'ldi shu yerda, hurmatli obunachilar. Mashina ko'rsatib qo'y. Qanchaga ketdi akalar? 14.600. Qaysi biri? Qizil onasi. Arqani berasiz? Yo'q, arqani alishtirib olamizda, bitta alishtirib olasiz. 14.600 ga. Bore, ko'rsataylik o'shanda. Bor, ya'ni shu bu. Mana. Tek. Tamiz qizib qoldi-da. Kel jonivor. 14.600 ming so'm. Yaxshi bo'ldi, hurmatli obunachilar. Dehqon akalarimiz olishibdi. Keyingi novvoslarimiz. Necha pul so'rashyapti aka? 33 million so'm. 16 million 500 mingdan. Buni. Bo'yi 1.15, 1.18 shunaqa akalar, 1.20 ga yaqin. Bir yoshga to'lgan, xudo xolasa yoshi. Pulim bor xolos. Shvet nech bo'ldi ishda aka? Shvetimiz. Ertalabmi? Ertalabmi? Yo'q, boshqa bozordami? O'cha. Ertalabda 16 million 600 ming so'm bo'lgan ekan, berishmagan ekan. Hozirgi eng
Jazman savdosi 16 ming so'rashyapti. Hurmat obunachilar, shevetimizga. Bo'ldi, tushundim. Bo'ylari 1.15, 1.12 shunaqa kerak. Bular tushib qo'yapti-da, bag'dan oson. Asli kichkina namozni ko'rsatib, Xudo tutdigini qarang. Qolgan nech bo'ldi ishda buni? 12 million 500 ming so'm tutga to'ygan ekan jonivorlar. 12 million 500 ming. Bo'ldi. Syomka qilish o'ta ham qiyin bo'lyapti, borib. Tiqilish joyi yo'q. Nechmi qilishdi buni aka? 29,5. Arzon so'rashyapti-kana? Arzon so'rashyapti-kana? 15 million 400 ming hurmat obunachilar yakkaga. Yupini 29,5 million mana. Bo'ylaridadir ozgina itqaz ekanda. Bozor qaytyapti hurmat obunachilar. Kecha kommentlarda so'rashyapti-kanu. Narxlar yetib keting, tushyaptimi, ko'tarilyaptimi deb tushyapti. To'g'ri, tashlayapti. Tushyapti. Bir osmonga chiqib tashlayapti segina. Nechta qilishdi buni aka? 17 gacha. 17 million so'mgacha savdo bo'lyapti. Chunki xalqda pul uzilyapti. Keyin kunjaramiz 1200 so'mga ko'tarilgan hisobiga mollar endi sekin ko'payishni boshladi. To'g'ri. Olib boqaman degan akalarimiz sotib olyapti, to'g'rimi? Bundan beri kun issiq, go'shtlar ketishcha susayadi. Go'shtlar bir xil turaveradi, lekin bozorlarimiz chakasot bo'ladi. To'g'ri. To'ppa to'g'ri. Rossiyadagilarga salom. Fikringiz uchun zo'r aka. Rahmat. Qanchadan bo'ldi? 14 dan bo'libdi, hurmatli obunachilar, 14 dan. Ana shu xotirga o'taman deyapman, hurmatli obunachilar. O'ta ham tiqilishda bor-ku. Syomka qilish o'ta qiyin. Qani harakat qilamiz-a? Nech bo'ldi ishda buni aka? 18? 18 million so'mga berishmayapti ekan. Buqa. Yemasa bo'ladi, hurmatli obunachilar, 1,5 metr quloqda. Tek jonivor. O'tib ketaylik. Ochtur. O'tib ketaylik. Bo'ldi sheydaman. Bo'lmayapti-da. Az 1 minut. Qancha bo'ldi aka bu? Endi sotamiz. Ha, endi sotilamiz. 18 million 525 ming tugan mana navosimizda kelar o'zimizning mesni. Shvet nech bo'ldi ishda? Shvetimiz 16 million so'm. O'zlarda qolgan. Navoz ekandan keyin o'g'il kelarmi? Shvet 16 ga yo'q. Bozor to'la navoz, hurmatli obunachilar. Ko'pligini qarang, navozlar. Tog'am, bilaysizmi buni? 22,5 ga bermayapti. 22,5 ga. O'ta zo'r, oyoqlari yo'g'orligini bilan. 22 million 500 mingga berishmayapti, hurmatli obunachilar, mana shuni olasiz. 90lik. Sizdanmi aka? Xo'p, 90lik 176 45-44. Hozir ham 22 qilishyaptimi? 22,5. 22,5. Bilasharmisiz? Yaxshi savdo bo'pti lekin 22,5. Shikalat meni fikrimcha. Bitta savdo bo'lyapti. Akalar qaysi? Qaysi savdo bo'lyapti? Nech pul? 29,5. Aka bu 29,5. 5 pul berasiz aka. 16 ga beramiz. Qizlarimiz 29 million 500 mingga Ro'sa sayratib qo'ydi. savdosi bo'lyapti. Qoladi qarang ko'pligini. Qaysi tomonga yurishaykin endi? Mana qaranglar. Yo'l yo'q. Yurgan. Anchaga bog'liq. Ko'chati zo'r ketdi-yu mana akalar. Oho. Oyoq pulini qaranglar, buni to'g'riligini. 19,5 millionga berilmayapti ekan. 19 million 500 ming so'mga. Bu 120 bemalol keladi. Mana bu savdo bo'lyapti.
Aka nech pul? 19 million bunisi savdo bo'lyapti mana akalar. Bu pastroq lekin eti yaxshiroq akalar. 19 million so'mga. Bu gibrid kimdan ekan? Ketdi egasi. Narxini bilmaysizmi? Yo'q. Bana biz qaysi ko'p. Gibrid qancha? Mana aka. Qancha tushmaganiga yiqiladi, haydamaydi, oyoqlashini. Ha. Gibrid olmasa turishdan sementalga o'xshayapti kallasidan. Orqasidan qarasangiz galishtenga o'xshayapti. Gibridda sementalga rossiyskiy mana shunaqa. Narxini bilmadik. Hozir egasi ketibdi. Nasibda endi. Sen endi bu. Yo'q, yuzingiz chiqayoq, tamom, hijrat bo'lmang. Qaysi savdo bo'lyapti? Mana savdo bo'lyapti, buni galishtin. Ha, 3-chidagi. Qancha? 19 million 300 ming. 19 million 300 ming hurmatli obunachi. Mana shu qanday savdo bo'lyapti? 19 million 300 ming so'mga. Bo'yi dadil. Eti pastroq. Galishtin deyapti-yu. Qaysi savdo bo'lyapti? Shular mana savdo bo'lyapti. To'rov bittaga savdo bo'lyapti. Yo'q, to'lov bitta. U narigi savdo bo'lyapti. 28 ming. Sirg'asi. Ana sementalmi? Bunisi 27 deyapti. Ha bitta maslahat qilib olaylik. Bir minut. Necha pul berdingiz aka? 53 million. Hurmatli obunachilar, sementalimiz bilan mana o'zimizni qora ola Messi navosimizga ikkovini savdo bo'lyapti 53 millionga. 53 million savdosi bo'lyapti. Maslahat qilib olaylik dedi. Bo'ldi dedi shu. Mana semental. Tozasi bo'lmasa ham semental gibridda. Bu bitirdik. Ha? Bugun juda ham ko'p kiribdi bor-u, bozorga novvoslar. Hech pul qilishyapti aka? 8,5. Ikkitasimi? Yo o'zimi? Savdo bo'layotganmi? Mol 50 ming bo'lib ketadi. Qancha dedi? 28,5. Ha, men noto'g'ri eshitganman-da. Yo'q, 38 eshitganman-da. 28 million 500 ming savdo bo'layotgan, hurmatli obunachilar. Otabo'z 38,5 deb eshitibman, ikkitasini bo'lyapman. Savdo bo'layotgan. 28 million 500 ming. Boqaydigan hurmatli obunachilar. Mana Dimosa olgan joyida. Anguslar. Sizlardanmi? Ularga o'ziga yarasha. Maşallah, Dimosaga qarang bular. Savdo bo'lyaptimi? 65 million. Qo'sh. 65 million bermayaptimi? Yo'q. Voy. 60% ko'p beradi. Ko'p beradi, ha. Hurmatli 65 mingdan taroziga qo'yib berishga savdosi bo'layotgan, berilmayapti. Aka sizdanmi? Ko'rsatayman. Dimosaga qarang, akalar, voy. Qiliqlab ketdi-yu, baliqqa o'xshab. Anguslar. Bog'lab qo'ying aka, bog'lab. Baqa, ho'ka. Maşallah. Havas qilayotganlar bormi akalar? Like qilishlarni bosinglar mana. Konsollar kirdi-yu.
Bundan ham zo'r kirgan hurmatli obunachilar. Hali ko'rsataman. O, tarozini oldida turibdi akalar. Bu yerda turibdi akalar. Hozir o'taman. Hurmatli obunachilar, 1,5 yil mehr bilan boqilgan anguslarimiz jupini 98 million so'mga berishmayapti ekan. Hurmatli obunachilar, 98 millionga. 2 millionga 100 millionga berishmayapti ekan. Taroziga esa 65 mingdan berishmayapti ekan. Ko'n. Maşallah. 1,5 yil mehr bilan chiroyli boqib qo'yibdi ekan, bor akalar. Maşallah. Bay. Akalar, buni bori telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmadim-ku, lekin ustida jivoy ko'rsangiz bor-ku. Aka, to'g'rimi? Nima deysiz? Telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmadim-ku, ustida jivoy ko'rsangiz bor-ku, ha, qanaqa? Zavq buni. Qo'yga o'xshaydi, dumba. Mana da deyman. Akalar, nima deyapti mana joy? Nima deyapti? Bo'y bermas ekan, anguslar yerga qadam oladi. Shunaqa. Qancha boshdan? Maşallah. Bilmadim. Xo'p, hurmatli obunachilar, davom etamiz. Hurmatli obunachilar. Mana bu qiladi qaranglar. Pastda turibdi, to'g'ri, lekin mana bu qanaqa qaranglar. To'xtalgan. Sizlardanmi? Ha, bo'ldi, men egasi yo'qmi deb o'ylabman-da. Qaysi birisizdan aka? Aka, mana shunda bari bizdan. Asha emas. Besho'ya? Nechi puldan bular baho olsa aka? Aka, bularni ikkovini 35 million so'm qilyapti aka. Qora bilan olani. Narigisi 18 million qilyapti aka jonim. Chegara 24 gacha o'tib bering deyapti. 20. Narigisini 25 ga o'tib bering deyapti aka jonim. 24 ga o'tib bering deyapti ekan, narigidan 25 ga o'tib bering deyapti ekan. Hurmatli obunachilar, tushirganmi qo'la? Tushirganmi? Hammasi tishi bor. Tishi bor. Kuyga buzgan hurmatli obunachilar, yemlagani, boqqani tayyor bu qo'la. Uni zo'r degandek. Nomerni aytib qo'ying. 91lik. 783 96 Hurmatli obunachilar. Mana. Novoslar tushib qolgan bo'lsa, narx-navolar telefon qilaverasizlar. Bozor tezlarli darajada tashabdi. Mana. Gigant Qora, bo'laram hozir. Bo'laram hozir ishni. Ko'ptaligini qaranglar. Maşallah. Necha pulga chiqdi aka savdosi? 5 mingdan so'rashgan. Hali nima qilish kerak? Savdo yo'qmi keyin? Oyog'iga so'rashmadimi? Hurmatli obunachilar, 70 million baho aytilyapti mana shu buqamizga. Gibrid buqa, 3 yoshli hurmatli obunachilar, 3 yoshli. Kattaligini qaranglar. Aka, ehtiyot bo'lib turing, teparkan bu. Voy. Onasi shvet ekan hurmatli obunachilar, otasi gibrid ekan. O'zlarining sigiri, bolasi ekan, o'zlari mana shu 3 yil bo'libdi, mana 3 yosh bo'lgancha 3 yil mehr bilan boqishgan mana. 70 million kami bor. Oyog'iga hali savdo bo'lmabdi. Taroziga 60 mingdan savdosi bo'lyapti, berilgani yo'q hurmatli obunachilar, 60 mingdan. Bay. Bir oy oldin hurmatli obunachilar 930 kilo kelgan ekan, trivesi 930 kilo. Tek. Mana shu buqamiz taroziga chiqyapti. Mana shu buqamiz. Bo'ldi. Necha kilo? 700. Tek turmayapti-da buqamiz. Tek turmayapti. Bor, 711 kilo. Xo'sh akalar, 41 million qancha? Qo'sh. Tek. 41 million 600 mingga olingan buqa hurmatli obunachilar. 711 kilo keldi.
Maşallah. Bir tonnaga yaqin, hurmatli onalar, bir tonnaga yaqin. Bir tonna kelib qolsa kerak. Bir tonna kelmasa ham 10 kilo, 20 kilo yetmay qolishi mumkin. Kam kelishi mumkin, hurmatli onalar. Lekin oldini qaraylar, bir tonnaga. Kanallarni ko'rsatib qo'ying, hurmatli onalar, to'qalardan qilib mana. Vay. Maşallah. Adam ko'rinmayapti, orqasidan keladi. Mana shu akalarimizdan. 60 mingdan. Meni fikrimcha arzon. 60 mingdan. Taroziga. Semiz buqalarning orqa bozorga to'la. Tavli golga chashgan gibrislarimiz chiqadi. Mutlaq ketgan qaranglar. Buqalar sizlardanmi aka? Nechta qilishyapti? Mana shu buqalarimizda ikkovini. Ha. 85 milyon. 85 milyon so'm hurmatli onalar. Tarozigacha so'rashmadimi taroziga? Taroziga 64 mingdan. Hurmatli 64 milyon taroziga 2-13 kun oyog'iga 85 milyon so'm savdosi bo'lyapti. Tavli golga gibridmi yo tavli golmi zora. Shoxli variantdan ekan, nima? Uni yutgan joyi chiqib ketdi, yo'q. Kimdan ekan? Sotildimi? Qanchaga? Ha, hozirgi. 41 milyon 600 ming. Hozir taroziga chiqqan qoldi. 711 kilo keldi mana shu buqa. Simental kimdan ekan? Go'shtlar bo'lsa ham Simental egasini topolmayapti. Sizlardan emasmi? sotildi. Qanchaga? 40 million. 40 milyon so'm. Sotildi. Qaysi savdo bo'lyapti? Tog'a? Bunisimi qanchaga? 24 million 500. 24 milyon 500 ming so'm mana shu. 32 millionga sotildi. 40 million deb turmay, bitta qo'naman. 32 milyonga? 32 milyonga hurmatli obunachi. 24 milyon savdo bo'lyapti bunisi. Ikkosi ham yolg'on. 32 milliondan 40 milliondan yolg'on. Hurmatli obunachi mana shu qiladi, to'g'ri? Mashina. 32 milyon gapirdi. Shuncha. Hali nima deydi, ishongiz kelmay qolyapti-da. O'n aka biladi. Cho'sh pastga. Ustiga chiqib oldi-yu. Hurmatli obunachilar, instrumentalimiz. Mana shu tog'am olibdi mana. Aka nech pul bo'ldi? Shu yerga rost haqiqat gapirib beraylik. Farhod, mashina Simentalimiz 35 milyon 600 mingga hurmatli obunachilar olingan. 40 million emitilyapti. 32 million ematiladi. Yolg'on hurmatli obunachilar. Ular yolg'on gapirishsin, lekin men yolg'on xabar berib qo'ysam noto'g'ri bo'ladi hurmatli obunachilar. Shuning uchun bozorda endi vaziyatlar unaqa vaziyatlar ko'p bo'ladi. Tog'a buni boqasizmi endi? Qo'yda sotasiz. Zo'r. Shu bizniganmikan yo bizganmikan? Bilmaysizmi? Top. Bu kadar ko'pligidan. Cho'p bittami? Nechta qilishyapti?
63 milyon tortib bermayapti. 65 bo'lishga. 65 mingdan kami bor, 63 mingdan taroziga qo'yib berishga hurmatli obunachilar. Uchovini ham bittami? Shuni ham bitta savdo qilyapti. Uchovini ham bitta savdo bo'lyapti. 63 dan. Oyog'igacha so'rashmadimi? Oyog'iga so'rash yo'q. 125 million qilib bermayapti. Oyog'iga 125 million. Uchinchisi manami yo manami? Ha, bo'ldi. Birinchisi mana bu, ikkinchisi mana bu, uchinchisi hurmatli obunachilar. Uchinchisi men naqaga tushunibman-da. Onun kattaligini qayraman, jonim. Hurmatli obunachilar, men nihoyat shu yerda 15 ming 20 ming turib, egalarini topib, narxlarini so'radim. Ko'p bitta ekan, sementalimiz. Mana qo'ran olsin. Bundan deyapti. Yaqinlar chiqib ketdi, jonim. Bu 50 million hurmatli obunachilar. 50 million so'm bunisi. Bunisini 38 million so'm. Savdosi bo'layotgan belgilani yo'q. To'g'ri qarang, bo'yi pasti bir xil turibdi. Uni lekin tashib boqish kerak, a'loroq. Alhamdulillah. Voy, maşallah. Hangusimiz? 700. Ya tek turuyla, bir tek yapıra. Tek turuyla. Sen lıklarına tip kovarsın. 700 kilo. 700'ü 1 kilogram. 700 kilogram. Tekelen yok mu? 700. Oldu. Satıldı mı bu? Satıldı mı aka? Aç. Qanchadan? Pulini kimden alamiz? 65 milyon hurmatli obunachilar. Partiya. Maşallah. Yur. Aka meta chiqarib oling sekin. Hangisi bu qamiz hurmatli obunachilar? 65 milyon taroziga ketdi. Aka mana shu ikkovi bo'ldimi yo sherigi ham bormi? Mana shuni o'zi. O'zi. Zo'r. Sherigi o'ta turib. Pul qilib ketdi jonivor. 65 mingdan. Hurmatli obunachilar. Angus buqamiz sotildi. Mana shu. 700 kilo keldi hurmatli obunachilar. Ro'p qarasa 700 kilo. Taroziga 65 mingdan ketdi hurmatli obunachilar. Semizligini qaranglar mana. Masagani qayrami? 65 mingdan hurmatli obunachilar. Dumma sog'organ lekin.